Shabnam, suv ber. Uyg'ondingizmi? Mana suv. Boshim qattiq og'riyapti. Kecha nima bo'ldi o'zi? Qachon keldim? Eslolmayapman, jin ursin. Kecha uyga kelganingizda sarxush edingiz. Nega ichdingiz, Jamil? Avval ichmasdingiz-ku. Kiyimlarim tayyormi? Soat nechi bo'ldi? Ishga ketishim kerak. Ichkilik mavzusida ortiqcha gapirishni istamay mavzuni burdi. Ha, tayyor barchasi. Nonushtaga tushing, chaqirib keling deb oyijon yuborgandilar. Xafa bo'ldingmi? O'rnidan shart turib ketayotgan qizni bilagidan ushlab mahkam tortdi. Yo'q. Shabnam, kecha senga nimadir yomon gap gapirdimmi? Seni ranjitdimmi? Ranjitganingiz ham, yomon gapirganingiz ham yo'q. Shunchaki sarxush edingiz. Qaytib ichmang, iltimos. Sog'lig'ingizga zarar yetishini istamayman. Ishondim. Kecha o'tdi ketdi, va'da beraman. Ichkilik ichmayman endi. Senga biror narsa deb ko'nglingni og'ritishni istamayman. Jamil qizni mahkam bag'riga bosar ekan, sochlarini to'yib iforini tuydi. Shabnam ham to'lib turgan ekanmi, ko'z yoshlarini ko'rsatmaslik uchun erini mahkam quchoqladi. Biroz shunday turishgach, ikkisi ham nonushtaga tushishdi. Bugun qolsang bo'lardi, ona qizim. Qaynona-qaynotam mehmondorchilikka qishloqqa ketishgan, oyi. Bugun qolaman deb kelgandim, lekin ko'nglim g'ash. Baribir kuyovingizni ko'zim qiymayapti. Uyda ovqat ham qilinmagan. Bir o'zi qiynalib qoladi. Oyinglarni sog'ingan bo'lsang, buguncha ota uyingda qol degandi erim deganingga yuborgim yo'q, Zulfazar. To'g'ri shunday dedi. O'zim ham sizlarni didoringizga to'ymadim, oyi. Akamni ham ko'ra olmadim, doimgidek ishda. Baxtiyor akamdan tashvishdaman. Mayli qizim, majburlash yo'q. Borib eringga qara. Qaynonang uni senga omonat topshirib qishloqqa ketgan. Kun ham darrov kech bo'ldi. Taksi chaqirsammikan? Bu qorning bilan mashinani qanday haydab kelganingga hayronman. Onajonim-ey, biram mehribonsizki. O'zim yetib olaman, xavotir olmang. Endi aytaman-da, borgan zahoting qo'ng'iroq qil. Xo'p bo'ladi, yaxshi qoling. Shabnam, qizim qayerdasiz? Qaynisiningiz ketdi, chiqay demaysiz-a? Onasining mehribonchiligidan o'zi bir kun kelib bolalari uchun kuyib pishishi xayoliga kelib shirin entikib qo'ydi Zulfazar. Baxtli onlarimiz uchun oldik. Bugun juda boshqachasan-da jonim. Rostdanmi Baxti? Yoki 2 qadah konyak ichib ko'zingizga Zulfazar bo'lib ko'rinyapmanmi? Qizning nozli kulgusi butun xonani tutdi. Qo'ysangchi Laylo, Zulyani sendan ortiq ko'rganimda sen bilan yurarmidim? Qizning nozik bellaridan tutarkan nigohlari lablarida edi. To'g'ri javob. Aytingchi, nega o'zi men bilan yuribsiz? Yana mayin va nozli bu ovoz Baxtiyorni tobora o'ziga bog'lab borayotgan edi. Seni xohlaganim uchun barmoqlarini qizning yuzi bo'ylab yurg'izar ekan, kutilmaganda yuzini qattiq ushlab oldi. Shu maftunkor yuzlaringni, ko'zlaring, lablaringni menga baxshida etganingda qanchalik rohat olishimni bilsang edi. Baxtiyor har so'zida ko'ziga o'pkichlar hadya etar ekan, dunyoda ikkisidan boshqa hech bir zot yo'qdek edi go'yo. Atigi shu xolosmi? Qiz nimaga shama qilayotganini tushungan yigit ayyorona jilmayib qo'ydi. Xohlasang shu yerda boshlayveramiz. Yo'q, bu yer bo'lmaydi. Yotoqxonangiz qayerda, Baxti? Mulozamat etishimga qarshimasdirsiz, jonim? Yigit qizni dast ko'tarib oldi-da, xonalari tomon katta qadamlar bilan yura boshladi. Yo'l biroz tirband bo'lgani uchun tirbandlik ochilishini kutishdan boshqa chorasi yo'qligini bilgan Zulfazar qo'shiq eshitishni afzal bildi. Mashina magnitofonida Ishq sohillari serialining saundtrekasi berilayotgan ekan. Zulfazarning eng sevimli qo'shig'i edi bu. Insonga xush yoqadigan bu sokin taronani eshitib ancha yengillashdi. Yo'l tirbandligi ochilgach, uyga yetib kelgan qiz kalitni qidira boshladi. Darvoza qulf,
Eri hali ishdan kelmaganmikan? Uyga kirgandan so'ng bildi. Chiroqlar yoniq. Demak, Baxtiyor kelgan. Oshxonaga kirib, u bu narsani tekshirmoqchi edi. Ko'zi nogahon stol ustida turgan ikkita bo'shagan qadah va idish yarim to'la konyakka tushdi. Hushi boshidan o'chay dedi qizning. Ming bir o'y-xayollar bilan xonalari tomon tez-tez yurib bora boshladi. Xonalari oldida eshikning tutqichini mahkam ushlab turar ekan, Zulfuzarni titroq bosdi. Qo'rqyapti. Qo'rquviga sabab bo'lgan taxmin rost chiqishidan qo'rqyapti. Axira o'zida kuch topib eshikni ochdi. Bir zum ko'zlarini chirt yumib, qaniydi bularning bari tush bo'lsa, degan xayollar qurshovida qoldi. Ko'zlarini yana qayta ochar ekan, endi nigohlarida alam qorishiq nafrat aks eta boshladi. Zulfuzar, darrov qaytdingmi? Haligi noto'g'ri tushunma. Qiz choyshabga o'ranib olgan, Baxtiyor apil-tapil kiyimlarini kiygan bo'ldi. Ikkisi ham berilib ishga kirishgan ko'rinadi. Eshikni qulflab qo'ymaganiga o'zini ich-ichidan koyigan bo'ldi Baxtiyor. Sen Laylosan-a? Qoyil, qanchadan beri boshlig'ingni tagida yotib kelasan? Zulfuzar, sen bas, siz gapirmang. Gapir-ey. Zulfuzar qizni haqoratlab yubordi. Qachondan beri? O'zingni tutolmay qoldingmi-a? Birovlarning eri bilan bo'lish balki kasbingdir. Shundaymi? Gapir. Turgan joyidan tezlikda qizning oldiga kelib, silliq sochlaridan ayamay shunaqangi tortdiki, bu bilan qanoatlanmay ikki yuziga birma-bir tarsakilay boshladi. Qo'yib yubor, Baxtiy, oling buni. Zulfuzarni o'zidan itarishga kuchi yetsa-da, Baxtiyorning ko'z o'ngida farishtadek ko'rinish uchun arang o'zini tutib og'riqqa chidadi Laylo. Zulfuzar, bas qil dedim. Qo'yib yubor uni, Zulfuzar. Bas qil dedim senga. Baxtiyor tortib yuborgan tarsakidan go'ngirab qoldi qiz. Xiyonatingiz yetmagandek, qayerdagi suyg'oyoqni deb rafiqangizga tarsaki tushirdingiz. Vujudida zurriyotingizni ko'tarib yurgan ayolingizga. Buni aslo unutmayman, Baxtiyor Shokirov. Bu ishlaringizni badali og'ir bo'ladi, shuni bilib qo'ying. Vujudida zurriyotingizni ko'tarib yurgan bir u emas, ingichka ovozda bazo'r gapirar ekan, Zulfuzarga ayyorona nazar tashlab qo'ydi Laylo. Bugun sizga bu xabarni aytmoqchi edim, dada jonisi. Zulfuzar nafrat bilan bu ikki vahshiyga bir qarab qo'yib, amallab joyidan turdi-da, so'nggi gapini aytib ketishga chog'landi. Haromdan bo'lgan ikki dunyo senlarga tatimasin. Shu kundan boshlab senlarga bu dunyo ro'shnolik bo'lsa, Zulfuzar emasman. Belida biroz og'riq turgan bo'lsa ham arang o'zini tutib olgan, nopoklik ufurib turgan bu uydan tezroq chiqib ketishga qaror qildi. Nima qilmoqchisan? Meni sharmanda qilasanmi? Shoshma Zulfuzar, kelishib olaylik. Biroz to'xta. To'xtamayotgan qizni axira belidan tutib qoldi. Tegmang menga. Zulfuzar tezlikda qo'lini tortib oldi. Siz bilan gaplashadigan gapim qolmadi. Borib o'sha Layloyingiz bilan kelishasiz. Meni tinch qo'ying. Ichidan o'tayotgani yolg'iz o'zi va yaratganga ayon. Bekorga ko'ngli g'ashlanmagan ekan. Balki oyisining oldida qolganida bunday jirkanch hodisaning guvohi bo'lmasmidi. Kelinoyisi ogohlantirganda nega ishonmadi? O'shanda aytgan gaplarini esladi. Bir oylik kelinoyimni deb 1,5 yillik muhabbatimga shubha bilan qaramayman. Qo'liga alam bilan telefonini olarkan, belidagi og'riq tobora kuchayib borayotgan edi. Yaxshi yetib oldingmi, Zulfuzar? Kelinoyi, kelinlik uyimga kela olasizmi? Mashinani hayday olmayman. Ovozingizga nima qildi? Nega yig'layapsiz? Yo'lga tushdim, hozir yetib boraman. Belimda sanchish, og'riq turgan, oy kunim yaqin shekilli.
hali vaqtli edi-ku, nimadandir bezovta bo'ldingizmi? Kechiring kelinoyi, kechiring. Sizga ishonmaganim uchun. Azbaroyi yig'lagandan ko'zlari qizargan qiz mashinasiga suyangancha holsizlana boshlagandanmi, oxirgi so'zini juda past ovozda aytdi. Meni qo'rqityapsiz. Ishqilib tinchlik bo'lsin. Chuqur-chuqur nafas oling. Allo, allo Zulfizar, meni eshityapsizmi? Zulfizar? Shuncha gapni bila turib, nahot menga aytishni xayolingga keltirmading? Shifoxona kutish yo'lagida Zulfizarning barcha oila a'zolari xavotirda o'tirishar ekan. Zulfizar nega bunday ahvolga tushgani, Baxtiyorning hunarlari barchasini Jamilga aytib berishga majbur bo'lgandi Shabnam. Bilaman, mendan qattiq ranjidingiz. Tushuning, sizga bularni aytsam, Zulfizar meni kechirmas edi. Mayli, bu gaplarni qo'y. O'tgan ish o'tdi, ortga yo'l yo'q. Biron gap bo'lsa qo'ng'iroq qilarsan. Oyimni oldida bo'l. Qayerga ketyapsiz? Ishim bor. Shabnam, menga so'z bergansan, ortiq yig'lama. Ko'zlaring qizarib ketibdi. Sizdan sir yashirsam ham menga qayg'uryapsizmi? Pushaymonlik hissidan qizning ovozi titrab chiqdi. Kelganimda bafurcha gaplashamiz. Hozir ketishim kerak. Jamil, ketmang. Ko'nglim notinch. Hech narsa bo'lmaydi, xavotir olma. Aytganimdek, biron gap bo'lsa telefon qilarsan. Qizning peshonasidan o'pib qo'yib, shifoxonadan tezda chiqib ketdi. Zulfizarni keltirganlarini ertasi kuniyoq namoz shomlarda ko'zi yoridi. Egiz nabiralik bo'lganlarini eshitib, xotinning boshi osmonga yetdi. Axir Alloh nabiradek ulug' ne'matni bir emas qo'shaloq berdi. Salima xonim kuyovining ishidan hali bexabar edi. Qudasi qishloqda bo'lgani uchun uni kelmaganini tushunadi, ammo kuyovi nimaga kelmaganiga ko'ngli nimanidir sezganday bo'ldi-yu, keliniga sir boy bermadi. Mana 5 kun bo'libdiki, Zulfizar ota uyiga kelgan edi. Bu 5 kun oralig'ida nima ishlar bo'lib o'tmadi. Hayot shu ekan, ko'nikib yashashdan boshqa iloji yo'q. Nima bo'lganda ham u kuyov, jiyanlaringning otasi, o'lgandan battar qilishing shartmidi? Jalil amakini xonasida ota-o'g'il bafurcha gaplashib olishga qaror qilishgandi. Jamilning oxirgi ishlari uchun bu ham kam unga dada. Men nima qilgan bo'lsam, singlim uchun qildim. O'rgildim bundan mehribonchilikdan. Hushiga kelsa, ustingdan ariza yozsa qanchaga qamalib ketishingni bilasanmi? Ortidan iz qoldiradiganlarga o'xshaymanmi, dada? Jamil, sen tushunmayapsan, o'g'lim. To'g'ri, singling ham sen ham alamzadasizlar, lekin bu degani kuyovni o'lgudek do'pposlab to'shakka mixlab qo'y degani emas-ku. Uni hali ham kuyov deyapsizmi, dada? Singlimga qilgan xiyonat sizga, menga bo'lgan haqorat emasmi? O'g'lim, yoshsan, qiziqqonsan, buni tushunaman, lekin bu degani singlingni oilasiga aralashish degani emas. Bu bilan o'zingni oilangga bosh-qosh bo'l, singlingni oilasiga burningni suqma demoqchiman. Hayot uniki, uniki. Bolalar seni jiyanlaring, norasida go'daklar ularniki. Bu muammoni o'zlari hal etishsin. Sen aralashma. Bu ham iltimos, ham buyruq. Yaxshi, bilganingizni qilinglar. Hayot bir maromda davom etayotganda, kunlar haftalarga, haftalar oylarga, oylar yilga aylanib borganda, yana o'sha qish fasli kirib keldi. Sovuq, izg'irin, ammo o'ziga yarasha insonga rohat bag'ishlovchi qish. Oradan roppa-rosa 1 yil o'tibdi. Qo'lida jajji chaqalog'ini o'ynatib, joyiga uxlatgan qiz o'tgan yili ichida bo'lgan voqealarni birin-ketin eslay boshlagandi. Uxlab qoldimi? Qizning xayollarini to'zg'itib qaynonasi savol berdi. Ha, oyijon, uxlatdim. O'ynab-o'ynab charchadi, darrov uyqusi keldi.
Shiringina bo'lib uxlayotgan bolasiga qarab mayin jilmayib qo'ydi. Katta bo'lgani sari xuddi otasining o'zi bo'lyapti. To'g'ri aytasiz qizim. Qosh ko'zlari hatto sochining rangi ham otasiga tortgan. Bolajonimni juda sog'indim. Tuzukmisiz oyijon? Ha, tuzukman, xavotir olmang. Ko'zimga nimadir kirgan ko'rinadi. Qizim, sizda maslahatli gap bor edi. Bemalol ayting, oyi. Zulfizar bilan bir gaplashib ko'ring. Bizni gapimiz qulog'iga kirmayapti. Nabiralarim yetim qolishini istamayman. Boyadan beri ko'zi yiltirab turgan onaizor oxiri ko'z yoshlariga erkinlik berdi. Yig'lamang, oyi. Gaplashaman. Faqat siz o'zingizni asrang. Bizga keraksiz. Jamil sizni menga ishonib ketganlar. Iltimos yig'lamang. Qizim, mana siz ham ona bo'ldingiz. Farzand uchun har ko'yga tusharkan ona. Jonimni bir parchasi ich-ichidan yemirilib borishini ko'rib turish qanchalik qiyinligi yolg'iz o'zimga ayon. Zulfizarim har kecha bildirmasdan yig'lab chiqadi. Uni bu ahvolini ko'rib, meni yurak bag'rim eziladi. Salima xonim qo'llarini musht tugib ko'ksiga urar ekan, ich-ichidan titrab ketdi Shabnam. Bo'ldi oyijon, unday qilmang. Siz o'zingizni qiynamang. Qaynonasini shart bag'riga bosar ekan, avval hech bunday ahvolda ko'rmagani uchunmi, qanday taskin berishga hayron qoldi qiz. Biroz shunday turishgan, Shabnam albatta qaynisinglisi bilan gaplashishini aytib tinchlantirgandan so'ng, Salima xonim yana biroz gapirgan bo'lib xonani tark etdi. Asallarim uxlab qolishdimi? Qaynisinglisining Hasan Zuhra egizaklarini shiringina uxlab yotishini ko'rgan Shabnam beixtiyor jilmaydi. Ha, kelinoyi, bazo'r uxlatdim ikkisini. Biram sho'x bo'lib o'syapti bular. Kun bo'yi uyni boshiga ko'taradi. Aytganchi, Umar shayxni uxlataman degandek bo'lgandingiz. Uxladimi shirinim? Uxladi ammasi, uxladi. Zulfizar, xo'p desangiz, narigi xonaga o'tsak. Sizda gapim bor edi. Albatta kelinoyi. Zulfizar, jonim singlim, bilasiz, oyim sizga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Qizning qo'llaridan mahkam tutgan Shabnam biroz tin olgach so'zida davom etdi. Shu bilan birga bolajonlaringizga ham agar imkon bersangiz, kelinoyi, iltimos. Zulfizar kutilmaganda shart qo'lini tortib oldi. Nima demoqchiligingizni tushundim. Ochig'ini aytsam, to'ydim shu mavzudan. Bu uyga sig'may qoldimmi? Mayli, ketaman. Zulfizar, shoshmang. Iltimos o'tiring. Men oldingizga sizni yangangiz sifatida emas, balki opangiz sifatida keldim. Shoshqaloqlik qilmang, gapimni eshiting. Qulog'im sizda. Singlim, siz umr savdosida adashmadingiz. Biroz shoshqaloqlik qildingiz. Baxtiyorjon, ismini eshitishni ham xohlamayman kelinoyi. Xo'p, ixtiyoringiz. U shu bir yil ichida sizni farzandlarini ko'rishga zor bo'lib qoldi. Bu sizga ayon. Qaynona-qaynotangiz uyga kirgizmayotgan ekan. Kelinim va nabiralarimsiz ostona xatlama deb. Buni ham inkor qilasizmi? U pushaymon, Zulfizar, qattiq pushaymon. Bu meni qiziqtirmaydi kelinoyi. Qornim qappayib, yordamga muhtoj bo'lganimda shu pushaymoni qayerda edi? Tug'rug'im yaqinlashganda, o'sha o'ynashi yotog'imizgacha olib kirganda pushaymoni qayerda edi? Qayerda? Zulfizar, kelinoyi, singan qalbimni jarohatlamang. Iltimos keting. Yolg'iz qolmoqchiman. Ammo o'tinaman sizdan keting. O'ylab olishim kerak. Xo'p singlim. Ko'nglingizga ozor bergan bo'lsam, manzur tuting. Umar shayxdan xabar olishim kerak edi.
Ikki qiz ham ko'z yoshini bir-biriga ko'rsatishni xohlamadi. Zero ikkisining qismati turli xil. Shabnam zinalardan alam ila ko'tarilar ekan, beixtiyor yodiga Jamilga sirtida bo'lmasa ham ichida ro'yxushlik bermaganini qilayotgan edi. Pushaymon. Shu so'z tilga olinganda insonga azob, uqubat va og'riq beradi. Ammo bu og'riqlarni his etgandagina jarohat chuqurligini his etasan. 5 oy bo'libdiki, Jamilni ko'rgani yo'q. Ish safari deb ketgan, chet eldan uzog'i bilan 4 oyda qaytaman degandi. Ketganidan so'ng qo'ng'iroq qilib turardi. Bora-bora ishni bahona qilib haftada bir qiladigan bo'ldi. Mana 3 hafta bo'libdiki, Jamildan darak yo'q. Buni sababini bilolmay, oila a'zolarining a'zoyi ham buzilgandi. Bugun Zulfizar bilan suhbatlashib, negadir ich-ichidan pushaymon bo'layotgandi Shabnam. Nega inson o'zi uchun qadrli bo'lgan narsa oldida emas, o'zidan ancha yiroqda bo'lgandagina qadriga yetar ekan. Bir kam dunyo deb shunga aytilar balki. Topganimizdan-da ko'proq yo'qotganimizga achinamiz. Nega? Bu o'y-xayollar Shabnamni anchadan beri qiynab keladi. Bunday yurib bo'lmaydi. Jamil bilan qanday bo'lsa ham gaplashishi kerak. Ovozini eshitishi shart. Nima bo'ldi qizim? Rozi bo'ldimi? Oyijon, xo'p desangiz bir taklif bor. Avval nima bo'lganini ayting. Oyijon, Zulfizar hatto ismini eshitishni ham xohlamadi. Kechirish u yoqda tursin. Shunga bir taklif bor deyapman. Ularni ertaga uchrashtirsak nima deysiz? Ismini eshitishni xohlamadi dedingiz, uchrashishga ko'nmaydi. Oyijon, siz ertaga shu yerga Baxtiyorni chaqiring. Men Zulfizarni aldab olib chiqaman. O'zlari er-xotin gaplashib olishlari kerak. Umid qilsak bo'larmikin? Yo'qdan ko'ra bori oyijon. Uchrashishsin, dildagilarni bir-biriga aytishsin. Bu yog'i birga bo'lar. Xo'p qizim, biroz bo'lsa-da yengil bo'ldim. Kirib nabiramga qarang, uyg'ongandir. Xo'p bo'ladi. Shabnam xonasi tomon borar ekan, qo'liga telefonini oldi. 30 soniyalarda chamasi narigi tomonning mayin ovozi eshitildi. Alo, Shabnam tuzukmisan? Dugonam bor ediyam demaysan-a? Yaxshiman Nora, ertaga uyimizga kela olasanmi? Nimadir bo'ldimi? Hech gap yo'q, shunchaki sendan bir iltimosim bor edi. Bemalol gapirchi, kelishingdan oldin. Bugun dam olish kuni. Bolalarni xiyobonga olib chiqmaysizlarmi, qizlarim? To'g'ri aytasiz, oyijon, olib chiqish kerak. Siz nima deysiz, Zulfizar? O'zingiz boravering, bolalarni olib. Kelinoyi, meni negadir chiqqim yo'q. Bo'ldi-da, shuncha aza tutgandek yashab yurishing. U bu joyga chiq yangang bilan. Bolalar ham xursand bo'lardi. Oyi, Zulfizar yo'q demang. Hasan Zuhra ham juda quvonishadi. Ularni siz bilan yuborsam-chi? Qizim, qaysi ayol 3 bola bilan bir o'zi uydan chiqqan? Nega bunchalar beparvosan hayotga? O'zingni o'ylamasang ham bolalaringni o'yla. Qachon ketamiz kennoyi? Mana bu boshqa gap. Bolalarni kiyintirib chiqing, hoziroq ketamiz. Asal bolamni kiyintirib chiqishim kerak, buvijonisi qani? Qani kelchi o'zimga? Bolasini bag'riga olar ekan, qo'lidan tutib qolgan qaynonasiga nima gap degandek qaradi. Siz aytgan joyni kuyovga aytdim, kutib turgandir sizlarni. Duo qiling oyijon, yarashib ketishsin. Men doim duodaman bolam, endi boring. Bolangizni kiyintiring. Xo'p bo'ladi. Men shundoq u tomonga borib kelay. Yaqin dugonamni ko'rib qoldim, Zulfizar. Bolani berib keting, unda kelinoyi qarab turaman. Yo'q, xijolat bo'lmang, boraman u kelaman. Xo'p, mayli.
Bolalarning boshqa bolalar bilan darrov chiqishib ketganini ko'rib turgan qizning yuzida tabassum yugurdi. 5 daqiqa o'tar-o'tmas o'z ismini tanish ovoz aytib chaqirganidan hushi boshidan o'chay dedi. Siz bu yerda? Meni chaqirib qo'yib, o'zi daydib yuribdi bu qiz. Kel avval ko'rishaylik, seni sog'inganman, keyin urushaveramiz. Hazil qilishni o'rganib qolibsanmi, Shabnam? Sendek hazilkashim bor, qanday o'rganmay? Assalomu alaykum. Dugonasi bilan ovora bo'lib mashinadan tushgan Hamidni sezmay ham qolibdi Shabnam. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz Shabnam? Biroz muddatlik hol ahvol so'rashdan so'ng ko'chada turib qolganlarini aytib uyga taklif qildi qiz. Men-ku kiraman. Hamid akam ketmoqchi. So'ramoqchi bo'lganingni tezroq so'rab ol. Olib kelishim biram qiyin bo'ldiki. Eriga eshittirmasdan asta shivirladi Nora. Sizlar kiravering xonimlar, men ketmasam bo'lmaydi, majlisim bor edi. Salima xolani ko'rmay ketasizmi? Hech bo'lmaganda hol-ahvol so'rab chiqing Hamid aka. Nora to'g'ri aytdi. Oyjonim sizni ko'rsalar juda xursand bo'ladilar. Ko'ndirdingiz. Yuringlar ichkariga kiraylik, xolamni ko'rmasam bo'lmaydi. Menga qarang. 2 soatdan beri menga tushuntirmoqchi bo'lgan gaplaringizni umuman qizig'i yo'q. Endi tushundim oyim va kelinoyimni maqsadini. Ularni ayblama. Oyimdan men iltimos qildim. Men ketishim kerak. Sizni ko'rmadim, eshitmadim deb hisoblayman. Hasan, Zuhra ketdik. Oldimga keling ikkingiz ham. Nega bunchalar o'zgarib ketding Zulfazar? Buni sababini mendan ko'ra siz yaxshiroq bilasiz nazarimda. Shu 1 yil ichida boshimdan nimalar o'tdi bilasanmi? Layloyingiz polvondek o'g'il tug'ib bergandir-da. Laylo yo'q Zulfazar. Uni unut. U men bilan bo'lgan paytlar, xullas yana bir yigitni boshini aylantirib yurgan ekan. Men bilan bo'lgan vaqtlar uni men bilan ham aloqasi borligini bilib, o'sha yigit alam ustida pichoqlab qo'ygan. Bola nobud bo'lgan, o'zi esa vaqt o'tib oitisga chalingan. Ortiq u haqida gapirishni istamayman. Men esa siz bilan ortiq bir joyda turishni istamayman. 1 daqiqa xolajon, telefonga javob berib kelay. Bemalol bolam, kelguningcha xotining bilan gaplashib turamiz. Hamid xonadan chiqib oshxona tomon telefonda gaplashib olish uchun borar ekan, uni bezovtaligini ko'rgan Shabnam qo'lida uxlab qolgan bolasini qaramay ortidan bordi. Unga yaxshi qaranglar demaganmidim? Nega tushunmaysiz? Jamil buni istamaydi. Yo'q, bunday qilish imkonsiz. Jamil nimani istamaydi? Eri haqida anchadan beri bilgisi kelganlarini aynan Hamiddan bilishni mumkinligini ehtimolini sezib, Nora bilan atay suhbatlashib, erini ham chaqirtirgandi Shabnam. Shabnam, kim bilan gaplashib turibsiz? Iltimos ayting. Quloq soling. Jamil qayerda? Nimani xohlamayapti? Nega qo'ng'iroqlarimizga javob bermayaptilar? Onasining ovozidan cho'chib uyg'ongan bola biroz o'tib yig'lay boshladi. Hech bo'lmasa, Umar shayxni xonasiga qo'yib chiqing. Ular qayerda ayting menga. Tinchlaning Shabnam. Bolangizni qo'rqityapsiz. Onasining vajohatidan qo'rqib ketgan go'dak hech yig'idan to'xtamas edi. Hozirgi ahvolida ota-onasi, yaqinlari siz uni ko'rishingizni xohlamagandi. Chet eldan qaytganiga 1,5 oy bo'ldi. Siz mashinaga borib o'tiring, qolganini yo'lda gapirib beraman. Shabnam bunga javoban bosh silqib, mashinaga borib o'tirdi. Ish safariga ketganda chet elda ham davolandi. Ancha ahvoli yaxshi. Bu yerda ham 1 oy bo'libdiki davolanyapti. O'zi bilan birga sizlar ham buni bilib ezilishingizni xohlamadi. Men ham o'ylab qarasam, uni o'rnida xuddi shunday qilgan bo'lar edim. Hamidning qolgan gaplari qizning qulog'iga kirmadi.
Umar shayx ham onasining tinchib qolganiga, mashina oynasiga jajji qo'lchalarini olib borib, o'zini o'zi xursand qilayotgandek edi go'yo. Shabnamning xayollari tarqoq, faqat bir jumlalar qayta-qayta tinch qo'ymayotgan edi uni. Men seni sevganchalik, sen meni sevmaysan, Shabnamim. Kechir meni, Zulfuzar. Ko'rham hassasini bir marta yo'qotadi. Iltimos, menga imkon ber. Senga buni nahot tushuntira olmayapman. Farzandlarimizga ota kerak axir, nega tushunmaysan? Siz ko'r emasdingiz. Siz nafs quli edingiz. Yo'q, balki hozir ham nafs qulidirsiz. Men endi aslo bilib turib, o'zimni ham farzandlarimni o'tga tashlamayman. Zulfuzar, tort mendan qo'llaringni, iflos. Erkak xiyonatini kechira oladigan mard ayollar bordir, ammo men ulardek mardlik qila olmayman. Zulfuzar oxirgi gapini aytib, 2 bolasini amallab ko'tarib olgancha taksi to'xtatib uyiga yo'l oldi. Baxtiyor shu on yana bir marta singandi. Bolalarini hatto quchoqlashini ham ko'p ko'rdi Zulfuzar unga. O'ziga shu taqdirni ravo ko'rgani uchun qattiq pushaymon edi. So'nggi pushaymon o'zingga dushman degan gapning mag'zini endi tushunib yetgandek edi. Chaqirsayding, kelmasmidim yor. Shabnam palatada o'z dardi bilan ovora bo'lib yotgan bir paytda xotini uni ko'rishga kelishini xayoliga ham keltirmagandi yigit. Shu 5 oy ichida umuman o'zgarmabdi. Faqatgina ko'zlarining tagida bilinar-bilinmas qora dog'lar paydo bo'lgan, lekin ko'zlariga tikilib tursa, dard, qayg'u, sog'inchni ko'radi inson. O'tgan oylar ichida bo'lgan voqealarni sezmaydigan darajada ko'r bo'libman, qarang. Eriga palatadaga kirgandan buyon so'zsiz tikilib turgan qiz gapni nimadan boshlashni o'ylab turdi-yu, oxiri tilga kirgandi. Bir narsani men uchun o'zingdan so'ray olasanmi? So'ray olmaslikka haqqim bormikan? Qiz turgan joyidan na qo'zg'ala oldi, na ko'z yoshlarini to'xtata oldi. Qalbim talpingan qalb sohibasini men sog'indim. Sen sog'inmadingmi? Qiz bu so'zlar ma'nosini anglab yetganda Jamilning quchog'iga o'zini otgan edi. Bir so'z deyishga tili bormas, faqatgina ko'z yoshlar orqali o'z hislarini ifoda etayotgandek edi go'yo. Yo'lda shifoxonaga yetib kelguncha eshitgan gaplarini o'ylab ming o'lib tirildi. O'z jufti halolini og'ir dardga chalinganini 5 oy deganda bilish insonni junbushga keltiradi. Jamil, men jim, hech bir so'z dema. Bu ko'zlar menga o'zim bilishni xohlaganlarimni darrov sotib qo'ydi. Ko'zlar bir muddat bir-biri bilan so'zsiz gaplashgandek bo'ldi-yu, Jamil takror suyuklisini bag'riga bosdi. Quchganda huzur beradigan, orom oladigan qizning nozik yelkalariga birin-ketin lablarini bosdi. Meni yo'qotishni bu qadar xohlamasligingni avval bilmasdim. Unday demang, tuzalib ketasiz. Tuzalmasam, meni kechira olasanmi? Kechirim so'raguningizgacha borishingizga men yo'l qo'yarmidim. Bolamiz qayerda? O'g'limiz qani? Tashqarida do'stingiz bilan kirib chiqqanimcha ushlab turishni aytdi. Hamiddan aytmasligini iltimos qilgandim. Baribir aytdimi? Bu yerga kelib, sizni topishimni o'zi bo'lmadi. Nega bizdan yashirdingiz, Jamil? Nega o'zingiz azoblanyapsiz-u, buni bizga bildirmayapsiz? Nega? Shu qiz, shu ko'z yoshlarni ko'rishni istamagandim. Kelganingdan beri to'xtay demaydi. Seni, oyimni bilaman. Kasallikni bilganda o'ylayverib o'zingizni yeb bitirar edingiz. Endi aytchi, sizlarni azobga qo'yib, o'zim qanday bemalxotir davolana olardim.
Endi aytchi, sizlarni azobga qo'yib, o'zim qanday bamayli xotir davolana olardim? Bu dunyoda azob chekmaydigan, ozor tortmaydigan odam bormikin? Bo'lmasa tug'ilib qolar. Berilgan javobdan ikkisi ham kulishib olishdi. Oyijon bilan dadajonga aytishimiz kerak. Dadam biladi. Nima? Qanaqasiga? Birinchi bor kasalligim haqida bilganimda dadamdan avlodimizda saratonga chalinganlar bo'lganmi deb so'raganimdayoq bilib bo'lganlar. Buvam ham shu dardga chalingan bo'lgan. Tuzalgan ekanlarmi? Yo'q. Ko'zlarimga qarang, Jamil. Qiz erining qo'llarini o'z qo'llari orasiga ohistalik bilan olar ekan. Men bor ekanman, endi aslo sizni bu dard bilan yolg'iz qoldirmayman dedi. Yetar. Shuncha payt qiynalganingiz. Hali tuzalib ketasiz, yana bag'rimizga qaytasiz. Ertaga operatsiya. Chet eldan malakali shifokorlar kelgan. O'simtani olib tashlash oson emas, Shabnam. Ertadan so'ng yashaymanmi, yo'qmi? Bas qiling. Qiz erining og'zini yopgancha uni bag'riga bosdi. Siz bu gaplarni aytmadingiz, men eshitmadim. Siz hozir hammadan ham ko'p o'zingizga ishonishingiz kerak. Kasallik emas, g'am insonni yeb bitiradi. Shunday ekan, men sizni g'am chekishingizni aslo xohlamayman. Hoziroq Noraga qo'ng'iroq qilaman. U hammaga bo'lgan ishlarni aytib beradi. Oila shunday paytda kerak bo'lmasa, qachon kerak bo'ladi? Shabnam, iltimos, to'sqinlik qilmang. Ortiq yashirishdan foyda yo'q. Hech kim azoblanmaydi. Aksincha, sizni endi bir daqiqaga ham yolg'iz qoldirmaymiz. Bu ko'zlar, bu nigohlarda avval hech qachon hozirgichalik mehrni ko'rmagandim. Qizning ikki yuzini ikki qo'li kaftlari orasiga olib dedi Jamil. Chunki o'zim ham bu mehrni endi anglab yetdim. Men sizni sevaman, Jamil. Yo'qotib qo'yishdan qattiq qo'rqib, bir daqiqa ham yolg'izlatib qo'ymaslikni imkonini topadigan darajada qattiq. Qiz so'zini oxirlay demasdan Jamil gapirmasligini ta'minlab qo'ydi. Hamidni oldiga chiqamizmi? Kutib turgandir. Bir necha daqiqadan so'ng yigit jimjitlikni buzib so'ng gap ochgandi. Ey Xudo, Umar Shayx tashqarida. Esim qursin. Ularni shu yerga chaqiraymi? Yo'q, sen chiqaver. Men kiyinib chiqaman. Uyga boramiz. Hammani sog'inganman. Ertaga operatsiya deyapsiz. Katta ehtimol bilan shifoxonada chiqishingizga shifokor yo'l qo'ymaydi. Unda nima qil deysan? Men borib, hammaga bosiqlik bilan tushuntiraman. Bu yerga olib kelaman. O'rtog'ingizga aytaman, bu yerga kirsin. O'g'lingiz sizni sog'ingan. Shoshma. Eshik oldiga borib ketmoqchi bo'lib turgan qizni to'xtatib, peshonasidan o'pib qo'yib bag'riga bosdi Jamil. Yaratgan menga sendek vafodor rafiqa berganiga shukr. Meni tashqarida biroz kut. Birga ketamiz. Shifokordan xavotir olma. U bilan o'zim gaplashaman. Xo'p bo'ladi. Shabnam qizim, qayerga ketdingiz? Gulnoraxon dugonamni o'zi kelsa aytadi xolajon deganiga jimgina turgandim. Nabiram qani? Zulfizar keldilarmi, oyi? Ha, keldi. Xonasiga kirib ketgancha qayta chiqqani yo'q. Yig'lab kirib ketgandi. Orqasidan borsam, xonasi qulf. Ezilgan qalbi yana ozor chekkani uchun Salima xonim yig'lay boshladi. Oyijon, assalomu alaykum, ona. Qo'lida farzandini ko'tarib olgan Jamil ostonadan kiriboq onasiga yuzlanar ekan, Salima xonim o'g'lining ovozini anchadan beri eshitmaganigami, hech so'z demay bir muddat tikilib qoldi. O'g'lim, sizni sog'indim, ona. Sog'inch azobi qanday bo'lishini mendan so'ra, o'g'lim. Mendan so'ra.
Nega qo'ng'iroq qilmay qo'yding? Bu yerda singling, u yerda sen, yurak bag'rimni ezasizlar. Sog'inch, azob, uqubat meni yeb bitiray dedi-ku o'g'lim. Meni bag'ringizga bosmaysizmi, oyijon? Salima xonimning darddan, g'amdan kichrayib qolgan yuzlari, ko'zlari hech yosh to'kishdan to'xtamas edi. Qolganlar ona bolani yolg'iz qoldirib boshqa xonaga o'tishgach, Jamil hamma gapni yotig'i bilan tushuntirdi. O'zim kasallikka chalindim. Dardimni ham yolg'iz o'zim jabrini tortay debsan-da, jon bolam. To'g'ri, boshida bu gapni sizlardan sir tutganim noto'g'ridir. Lekin meni dardimni menga qo'shilib sizlar ham ko'tarib yurishingizni umuman istamagandim. Istamayman ham. Onasining tizzasiga boshini qo'yib yotgan Jamil bu yaqin oralarda bunchalik xotirjamlikni tuymagan edi. Sen biroz damingni ol. Bugungi ishlardan charchagandirsan. Hademay dadang ham kelib qoladilar. Menga bildirmasalar ham seni sog'inganlari yuz ko'zlaridan shunaqangi bilinardiki, ismingni eshitiboq ko'zlari porlab ketardi. Charchaganim yo'q, oyi. Zulfizarni oldiga kirmoqchiman. Singlimni, jiyanlarimni sog'inganman. Dadamni ko'rishga o'zim boraman. Shifoxonada bo'lganimda sizlarga olgan sovg'a salomlarimni asrab qo'ygandim. Butunlay sog'ayib uyga qaytganimda o'zim topshiraman deb. Bugunga nasib qilgan ekan. Oldiga kirsang, singlingni ham chehrasi ochilib qolar. To'g'ri aytasan. Bir o'tirib aka-singil dildan suhbatlashishingiz kerak. Boringizga shukr, onajon. Siz, dadam, hamma yaqinlarim meni qo'llab turar ekansiz. Hali hammasi o'tib ketadi. Barchasi iziga tushadi. Vaqt o'tib borar ekan, Jamil operatsiyadan oila a'zolarining duolari va Yaratganning madadi bilan sog'-omon chiqdi. U endi bilgan edi, eng huzurli halovat bu oila davrasida ekanligini. Balki Jamil fidokorlik qilgandir boshida, kasallikni bildirmasdan. Ammo oila a'zolar o'rtasida sir saqlash kerak bo'lgan narsalarga umuman o'rin yo'q. Hozir barchalari baxtli. Sinovli kunlar ortda qolib, baxtli kunlar boshlangandi ular uchun. Zulfizar esa bolalariga yolg'iz tirgak, ham ona, ham ota bo'lishga qaror qilgandi. Bu qarorini albatta hammadan oldin Jamil qo'llab-quvvatladi. Qizining bu fikridan qaytara olmasligini bilgan Salima xonim ham oxirida taqdirga tan berib, nabiralarini farzandlaridan-da ziyoda qilib o'stirishga qattiq bel bog'ladi. Oromimsan hikoyasi o'z nihoyasiga yetdi. Muallifdan. Ilk yozgan hikoyam Oromimsan bo'ldi. Bu hikoyani boshida yozishga ikkilangan edim. Ammo kutganimdek samara berdi degan umiddaman. Ibrat olsa arzugulik qismlari bor deb o'ylayman va sizlardan shuni so'rab qolamanki, hayot yo'lingiz har biringizning o'z qo'lingizda azizlarim. Undan to'g'ri yurib bilishingiz o'zingizni qo'lingizda. Hikoya yoqqan bo'lsa xursandman. Sizlar bilan nur bo'ldi. Ketgan ko'z nuringiz va vaqtingizga rozi bo'ling. Ijroda esa Oyxon.